Assalomu alaykum. Kontragentlar bilan shartnoma tuzishda ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradigan, ammo amaliyotda jiddiy oqibatlarga olib keladigan muhim jihatlar mavjud. Ya'ni shartnomada taraflar o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarni ko'rib chiqadigan sud sifatida hakamlik sudlarini ko'rsatishda alohida ehtiyotkorlik talab etiladi. Chunki amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, hakamlik sudlari tomonidan penya va jarimalar miqdori ko'pincha iqtisodiy yoki fuqarolik sudlarga nisbatan ancha yuqori. Ayrim holatlarda esa hatto 100% gacha undirilish holatlari kuzatilmoqda. Holbuki amaldagi qonunchilikka ko'ra newstake miqdori qarzdorlikning 50% dan oshmasligi lozim. Bundan tashqari sudlar da'vo talabida so'ralgan newstake miqdorini Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkasi miqdorigacha kamaytirish vakolatiga ega. Agar siz shartnomada nizo ko'rib chiqiladigan sud sifatida hakamlik sudini tanlagan bo'lsangiz, keyinchalik nizo yuzaga kelganda ushbu sud tomonidan penya yoki jarimalar miqdori maksimal darajada belgilanish ehtimoli mavjud. Eng muhim jihati shundaki, qonunchilikda hakamlik sudlarining qarorlarini bekor qilish uchun aniq va cheklangan asoslar belgilangan bo'lib, aynan newstake miqdorining yuqoriligi sababli bunday qarorni bekor qildirish amaliyotda murakkab kechishi mumkin. Shu bois kelajakda ortiqcha moliyaviy risklarga duch kelmaslik uchun kontragentlar bilan tuziladigan shartnomalarda nizolarni ko'rib chiqadigan sudni tanlashda jiddiy e'tibor berish lozim. Agarda bunga to'liq ishonchingiz komil bo'lmasa, shartnomalarda nizo ko'rib chiqiladigan sud sifatida iqtisodiy yoki fuqarolik sudlarini ko'rsatish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Agarda sizda ham iqtisodiy nizolar yuzaga kelgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Al Said Justice, adolat yo'lida ishonchli himoya.